14 bob. E'tiqodi ojiz qarindoshlarning fikrlari ustida hukm qilmay, ularni qabul qilinglar. Ba'zi e'tiqodchilar har qanday yemekliklarni yeyishga bo'ldiganligiga ishonadi. Lekin ba'zilarning e'tiqodi ojiz bo'lganligi uchun go'sht yemaydi. Har qanday yemekliklarni yeydiganlar go'sht yemaydiganlarni kamsitmasin. Hamda go'sht yemaydiganlarmi har qanday yemeklarni yeydiganlar ustidan hukm qilmasin. Chunki Xudo ularni qabul qilgan. Xudoning xizmatkori ustidan hukm qildigan sen kim eding? Ularga egisi bo'lgan Xudo o'zi mas'ul. Xizmatkori ustidan hukm qilish yoki uni oqlash Xudoning ishidir. Xudo uni ayibsiz qila oladi. Chunki Rabbimiz bundaq qilishga qodirdir. Ba'zilar ma'lum kunlarni boshqa kunlardan muhim deb qaraydi. Ya'ni ba'zilar hamma kunni o'xshash deb qaraydi. Bu ishda har kim o'z vijdoni bo'yicha qaror chiqarsin. Ba'zilar ma'lum bir kunni qadrlab, buning bilan Rabbimizga bo'lgan hurmatini ifodalaydi. Ba'zilar, ya'ni har qanday yemekliklarni yeydiganlarmi shu yegan yemeklari orqali o'zining Rabbimizga bo'lgan hurmatini ifodalaydi. Chunki ular Xudo bergan rizqi uchun shukr aytidi. Go'sht yemaydiganlarmi Xudo bergan rizqi uchun Xudoga shukr aytidi. Hech qaysimiz faqatla o'zimiz uchun yashamaymiz va hech qaysimiz faqatla o'zimiz uchun o'lmaymiz. Balki yashasaqmi, o'lsakmi Rabbimiz uchundir. Qisqasi, qandaqlı bo'lsak, Rabbimizga mansubmiz. İsa Masih hem o'lganlarning, hem tiriklarning Rabbi bo'lishi uchun o'lib tirildi. Undaqda go'sht yemaydigan sen nima uchun hamma yemekliklarni yeydigan qarindoshing ustidan hukm qilasan? Hamma yemekliklarni yeydigan senmi nima uchun go'sht yemaydigan qarindoshingni kamsitsan? Hammamizning Xudoning hukm taxtining oldida hisob beradiganligimizni bilmamsan. Bu xuddi muqaddas yozmalarda yozilganidek Parvardigor deydi-ki, "Mengu mavjudligim bilan qasam qilamanki, butkul inson oldimda tizlanib sajda qiladi. Butkul inson mening Xudo ekanligimni e'tirof qiladi." Demak, har birimiz Xudo oldida o'zimizdan hisob beramiz. Shuning uchun bir-biringlarni ayblashni to'xtatinglar. Qarindoshlaringlarni to'g'ri yo'ldan ozdirib, ularni gunohga yiqitishga sabab bo'ladigan har qanday ish qilmaslikni qaror qilinglar. Rabbimiz Aysoga mansub bo'lganligimiz uchun men shuningga haqiqiy ishonmanki, har qanday yemeklikning o'zi harom emasdir. Lekin ma'lum yemeklikni harom deb qargan kishi uchun u yemeklik haromdir. Agar sizlar yemekliginglar sababidan e'tiqodi ojiz bo'lgan qarindoshinglarni o'z vijdoni ko'tarmaydigan ishlarga da'vat qilsanglar, mehr muhabbat yo'lida mangmagan bo'lasizlar. Sizlar bu qarindoshinglarni yemeklik sababidan nobud qilmanglar. Chunki İsa Masih uning uchunmi o'z jinini fido qilgan. Agar sizlar o'zinglar yaxshi deb qargan ishlarni qilganda boshqalarning aybishiga uchirsanglar, undaqda bundaq ishlarni qilmanglar. Chunki Xudoning podshohligida yemek ichmak qoidalariga rioya qilib yashash emas, balki haqqoniylik, inoqlik va muqaddas ruh ato qilgan shod-xuromlik ichida yashash muhimdir. Mundaq yashash bilan İsa Masihga xizmat qilgan kishi Xudoni xursand qiladi va insonlarning maqtishiga sazovar bo'ladi. Shuning uchun o'zimizni inoqlikni ilgari suradigan va bir-birimizning e'tiqodini mustahkamlaydigan ishlarga atayli. Yemeklik sababidan Xudoning qilayotgan ishlarini buzmayli. Albatta, hamma yemeklik halaldir. Biroq bir odam o'zining yemekligi sababidan
boshqalarning gunoh o'tkazishiga sababchi bo'lib qolsa, bu durust bo'lmaydi. Shuning uchun go'sht yeyish, sharob ichish, shundaqla boshqa ishlarni qilishinglar qarindishinglarning gunoh o'tkazishiga sababchi bo'lsa, bularni qilmaganinglar tuzuk. Sizlarning qilayotgan ishinglarning to'g'ri ekanligiga bo'lgan ishonchinglar o'zinglar bilan Xudo o'tirsida bo'lsin. O'zi to'g'ri deb qargan ishlarni qilib, o'zi ustidan hukm qilmagan kishi nima degan baxtlik ha. Lekin biror yemaklikka shak keltirib turib, yana shu yemaklikni yegan kishi vijdonining aybishiga uchraydi. Chunki u kishi o'zi yegan yemaklikning to'g'ri ekanligiga ishonch qila olmadi. To'g'ri ekanligiga ishonch yo'q holda qilingan har qanday ish gunohdir.